bir xil yo'l yana. Qaranglar. Tekshiramiz yana 0 taqsim 0 bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Kim aytadi shuni? Mahraji 0 bo'lyapti. Surati-chi? Suratda Tippaga qo'yib tekshiramiz buni. bo'ladi, lekin bu funksiya qo'yib tekshirish shart emas hozir. Mana bu 0 ni qo'yinglar, nima bo'ladi? F0 bo'ladi bittasi. Minus F0 yana. Yana 0 taqsim 0. Tushundinglarmi? Demak, hosila olishimiz kerak. Buni hosilasi nima? Qaranglar, mana shu joyda ko'pchilik nima qiladi? Mana bu f3x ekan-ku, mana fximiz bor, shuni bu yerga qo'ysam bo'ladi-yu deb turib qo'yib qiyinlashtirib yuboradi. Lekin shart emas, fx ni qo'ymaysizlar. Birinchi shuni hisoblab olaylik, keyin qo'yamiz. Limitni hisoblab olib. Hop. Hosilasi nima bo'ladi shuni? Mahraji oson 1. Mana buni hosilasi kerak. 3 minus 1 bo'ladi. Yo'q, f turibdi-yu bu yerda, o'ylaninglar. F bormi? F ni hosilasi nimaga teng? Shunchaki f ni hosilasi x, to'g'rimi? F 2x ni hosilasi nimaga teng? F ni o'zidan olamiz. 2x ni o'zidan olamiz, to'g'rimi? Xuddi shu. Demak, f3x ni hosilasi nima ekan? Aytib olinglar. 3 ko'paygan f(at) o'sha 3x bo'ladi. Hosil olingandan keyin. Hosil olingan. Keyin minus fx ni hosilasi shunchaki f hosila x. Bo'ldi, endi 0 ni qo'yib ko'ramiz. 3 f hosila 0 minus f hosila 0. Demak, ikkita f hosila 0 chiqar ekan limitimiz. Okey. Endi funksiyaga boramiz. Fx mana bizga hosilasiga 0 qo'yganimiz kerak. Hosilasi nima bo'ladi fx ni? Fx sinus x plus cosinus x edi. 1 bo'ladi. Yaxshi. Hosilasi ne bo'lmaydi? Hosilasi nima bo'ladi? Sinus x plus cosinus x. Buni hosilasi minus cosinus x plus sinus x. Ya, sinus x ni hosilasi cosinus x bo'ladi. Cosinus x minus sinus x. Sinus x bo'ladi. Ay, X ni hosilasiga 0 qo'yishimiz kerak. 0 ni qo'yamiz. 1 minus 0. 1 ekan. Demak, f ni hosilasi 1. 2 ko'paygan 1. 2 chiqar ekan limitimiz. Mana bu.